Bolani ozoziga xizmat qilishga qanday o'rgatish mumkin? Bolani ozoziga xizmat qilishga o'rgatish – bu bolaning rivojlanishidagi muhim va murakkab bosqichdir. Muvaffaqiyatning asosiy siri bolakayning hatto eng kichik yutugini ham ijobiy rag'batlantirishdir. Uyda nimani va qanday qilish mumkinligini unga o'zingiz namuna qilib ko'rsating. Unga xatolar qilishiga ruxsat bering. Xatolar o'rganish jarayonining bir qismi ekanini tushuntiring va ularni tuzatish yo'llarini topishda yordam bering. Uy yig'ishtirish, ovqat tayyorlash kabi umumiy vazifalarni birga bajaring. Bu oilaviy rishtalarni mustahkamlaydi va bolani hamkorlikka o'rgatadi. Bolaning majburiyatlarini asta-sekin kengaytirib, unga tobora ko'proq yangi mas'uliyat va vazifalarni sinab ko'ring. 2-3 yoshga kelib, bolaning ozoziga xizmat qilish doirasi kengayadi. U allaqachon o'zi kiyinishi, yechinishi, ovqatlanishi, qattiq ovqatni bo'lishi va o'yinchoqlarini yig'ishtirishi mumkin. Unda gigiyena ko'nikmalari shakllanadi. U allaqachon o'zi qo'lini yuvishni yoki hattoki cho'milishni biladi. O'z shaxsiy hududini tartibga keltiradi va uning tozaligiga rioya qiladi.